표현이 우승하지만 상하체 분리. 분리시키는 거야. 그게 그 Cara performance. Hah? Michael kim? Ya bu. 네 거 아니야. 좀 불러갔으면 좋겠어요. 좀 아닌데. 와, 이렇게 많이? 아이고, 올해는 아주 그냥 팬티 그냥 걱정 없이 살겠네. 아니 올해가 아니야, 몇 년 동안. 많이 보냈다. 마스크패시예요? 우와. 뭐예요? 마스크패시예요? 샤팬티야. 이야. 뭐예요? 마스크패시예요? 이거는 쓰는 거 팬티야. 쓰는 것도 있어. 뭐지? 아하. 아이고, 우리 장인어른 좋아하시겠다. 그지? 너도 하나 줄까? 네? 너도 줄까? 뭐요? 팬티? 아니요. 왜 안 입어요? 몰라요. 혜선아, 네. 남자는 왜 시원해야 돼, 여기가. 얼마나 중요한지 모르지, 너는. 뭔 소리지? 여기가 임마, 여기가 시원해야지, 임마, 나중에, 이쁜 애기 낳을 수 있어. 뭐요? 내 거만 없어요. 엄마 거 없는데? 아까 그 멀리 이거 엄마가. 헐. 너도 줘? 너는 왜? 너는 못 입어. 오, 좋네. 오. 이번에는 왜 이렇게 많이 보냈어? 지난번에 우리 구독자님이 되게 좋아하셨대. 그래가지고 고맙다고 많이 보내주셨어. 와우. 삼촌들도 좀 많이. 응, 줘, 드려. 응. 진짜? 응. 좋아할 것 같아. 여기 뭐, 다 안 좋은 거. 사거리 팬티 많이 입어서. 그런 거만 입는다며. 너도 입을래? 여기 있잖아. 그 난리 났잖아. 우리 가족. 왜? 너무 편하다. 너무 좋대? 이거만 입고 있다. 아, 그 정도야? 응. 아, 그래? 아, 저 너무 가까이 있으면 뚱뚱하게 나오는데. 아, 그래? 이자 선물이 있어. 선물이요? 뭐야, 무슨 선물? 너 105 입냐? 네, 어떻게 알았어요? 이거는 100은 형님 거. 예. 이게 뭐예요? 아, 형님 그때 그거구나. 유튜브에 나왔던 거. 감사합니다. 형님, 이게 진짜 가격이 이거예요? 몰라 나도. 게르마늄 비스트. 이거 지난번 거보다 럭셔리 모델로 보내줬대. 감사합니다. 한번 응. 제가 입어보고 어떤지 알려드릴게요. 형님 사신다고 그랬잖아요. 저도 이번에 한국 가잖아요. 어. 괜찮으면 주문해서 입을게요. 야, 우리 채널을 통해서 하면은 네. 할인해줘. 아, 진짜요? 어. 아, 있어요, 그게? 그렇게 있어. 알겠습니다. 체험을 해봐야 돼. 여기, 체험을 안 해보고 여기 써있네. 꼭 착용법을 참고해주세요. 그냥 막 입지 말고 참고하시래요. 거시기 따로 이렇게 맞아요. 그 상하체 분리. 땀도 안 차고 좋더라고. 아유, 감사합니다. 한번 착용해 보겠습니다. 내가 입어 보니까 네. 적극 추천. 나는 진짜 만족. 한잔 하러 갑시다. 네? 형님 몇 입으신다고? 100. 100? 100 사이즈 라시반. 진짜로? 지금은 아니야. 지금은 보디가드 입었는데 라시반 맨날 형한테 해서 했잖아. 형님도 라시반 알아요? 뭐지? 아 여기 이렇게 딱 시원하게 그래요? 그래요? 저기 밑에가 싹 글로 안으로 들어가. 오늘 알았어. 근데 처음에 입으면 불편해. 근데 뭐 정력 증강인데 그게 사실 맞아. 왜냐면 이 살에 안 붙고 이게 떨어뜨려 갖고선 말하자면 여기 이게 공중부양 시키는 거지. 표현이 우승하지만 상하체 분리. 분리시키는 거야. 그게 나 그게 옛날부터 입었어. 나는 유진이 형 영상 보고
그냥 팬티지 말하는데 아까 유진이 형이 말하자면 그게 알려줬거든 뭔지. 비슷하게 뭐 정력 증강 팬티 비슷한 거로 나온 건데 그래도 그 회사 합법적이고 다른 거는 막 그냥 불법 뭐 거기가 시원해지니 뭐 이랬는데 실제로 시원해져. 아 진짜예요? 시원해지는 이유가 뭐냐면 그게 안 붙잖아 살에. 신기하다. 야시반 사장님이에요? 라시반 시리즈로 쭉 해서 사서 입었어. 깡통에 들었어. 원래. 그랬구나. 깡통에 들었어 이게. 아 저기 용기 형도 원래 입었다고 하더라고. 됐고. 뭐 이거 뭐 주는 거야? 이거 깡통에 선물. 들어있는데? 선물. 이거 100짜리인데? 그러니까 근데 나 이런 거 안 사고 되게 야시시한 거 샀었어. 뭐 호랑이 무늬 뭐 이런 거. 우즈베고로 팬티가 뭐야? 우즈벡으로? 그러게 뭐지? 그런 걸 배워야지. 알았어. 뭔데요? 몰라 이제부터 배워가고. 너 팬티 무슨 색깔이니? السلام عليكم أوزبك لايف ربيع입니다. 오늘 할 일이 너무 많아요. 너무 더워. 카레에다 선물. 버리셔도 버려? 응? 그래서 한번 기스 그래. 우리 할머니 보러 왔어요. 가자. 여기는 엘리베이터도 없어요. 아파트는. 고생했어요, 파티마 씨. 크림 없어. 만? ازيك؟ السلام عليكم غايتي yaxshimisiz? Kutilmagan mehmon. Assalomu alaykum kina yaxshimisiz? Yo'q ketdilar. Ketdilarmi? Ma biza bu shu yerdanmikanda keldik. Harmoniyaga xabar o'shanday. Zamonga keldik. Muzdelarni hozir borman. Farqi yo'q, suv bo'lsa ham bo'laveradi. Kimdir? Hech anaqa qilolmadik-da, axirlagan qachon kelar? Kechki paytga bordik. Akam hech topilmaydigan bo'lib ketdilar, boru noyob bo'lib ketdilar. Endi ishxonalarga boramizmi deb o'tirdik. Mana bunaqa kiyimni olib keldim aka, maktabiga chiqishga. Maktabgami? Xesonaniki. Maktab forma. Vosh, yaxshi. Keladimi? To'g'ri keladimi? Ha, bu yumkiydi hammasi kichkina bo'ldi. Sari. O'zi o'ylab o'tiramiz, hozir palon pul ketadi buni kiyintirish. Hamma narsasini olib berish, men qo'yni yaxshi bo'ldi. Bo'liz yaxshi bo'ldi. Yana Xesonani bir ikkita shimlari bor, o'shalarni ham olib kelib beraman yana. Yaxshi bo'lardi, rahmat Robiya. Kattakon. Zo'r narsa olib keldim aka. Voy, yaxshi chiroyli. Nima bu? Ochib ko'ring-chi. Ha? Korobkalari ham bir ajoyib. Buni Sizga Koreyadan. Koreyadan? Yaxshi. Voy, dahshat. Ha? Nima ekan? Mazza qilib kiyib yurasiz endi. Yaxshi, dahshat. Bular anaqa bardovusi ham bor ekan. Ha? Bardovering. Yaxshi, dahshat ekan bor-a. Yaxshimi? Siz buni ko'rinishiga qaramay Ichini ochib ko'ring-chi. Yo'q, xavotirlimi qanaqadir, ha? Yo'q. Ha, keyin ham ochib tashladi. Voy, material yaxshi, dahshat. Vashe zo'r. Mana menga foto suv solgin, Ha? ko'rsatadi. Siz soladiganlar ham bor. Ha, material необычный. Materiali boshqacha. Qanaqa material bu? Umringizda ko'rmagansiz. Yo'q, ko'rmaganman. Yumshoq. Ha, qarang-da, bungacha suv sepasiz-ku, bunda pota tortib turing. Suv sepsa shundoq quritib qoladi. O'ziga shimmaydi, tushundingizmi? Shi, yozda kiyadigan ekan. Buni shi terlatmasin. Terlatmaydi. Ha? Vashe terlatmaydi. Terlatmas Buni ekan-da. anaqa nimada sport bilan shug'ullanadiganlar keldi, tushundingizmi? Ha, sport bilan shug'ullanasan. Bu nima? Buniki ham shunaqa Ko'rmaganman boshqachasi. lekin, bor-u. Ko'rmaganmisiz? Bunaqasini ko'rmaganman, yo'q. Bu kinoy uchun. Shanvoz, qatdan men bilmayman, sen qatdan o'rganib ochib tashyapsiz, ha? Kinoyim yoqdi boru. Ha, bitta men ham kiyarman. Qizil rangli. Kiysiz ham bo'ladi siz ham. Qizilidan. Yo, siz ham kinoy, siz ham kiysiz bo'ladi. Bo'ladi. Shu qizilini kiyib olasiz. Shuni Men yechib oldi. Qarang, bu anaqasi. Nima edi? Oq.
Futbolka maykasimi? Maykasi. Bu komplektmi? Yo'q, boshqa. O'shani brendidan-da, tushundingizmi? Bu ham vashi boshqacha. Yumshoqligini qarang. Robiya. Mazza qilib uyda kiyib yurasizlar. Materialimiz zo'r ekan, sanikiga umuman o'xshaymiz. O'zing bilan olib kelding buni? Yo'q, biz obunachilarimiz yuboryapti. Ha, yo'dan-a? Koreyada. O, rahmat deb qo'yinglar katta. Voy, молодцы. Zo'r. Молодцы, rahmat. Mayka zo'r ekan, anaqa masa. Bularning ishi zo'r. 5 bo'lib ketadi. Qarab tur, ko'rasan. Ha? Maykarki. Yo'q, bu kiyib bo'lmaydi. Mayli, qizilini kiyib bo'lar, mayli. Lekin oqini kiyib bo'lmaydi. Qizilniki ham bormi? Yo'q. Yo'q, yo'q. Bitta ekan, manga. Oq ekan. Erkaklarniki. Yoqdimi aka? Sizga ham yoqdimikin? Olib kelib beraman, xo'p. Yoqdi, mayka zo'r. Shunday kiyib yursa ham bo'ladi. Uyda Erkaklarniki demaydi. demaydi. Siz nima qilasiz? Yupqaligini qarang aka. Voy, anaqa vastishni ekan bu. Ha. Ha? Qizilga yo'qiladi. Qizilni Mayka qo'limga bilan. olmadim, Ha? Mayka bilan. Mayka. Germaniyada yozilgan. Germaniya, mana Germaniya. Kesupchada bu. Ana koreyskiy. G ekanda, G. Made in Korea. Germaniya. Производство Корея. Sanmesniydi, sanmesniy. Mana yozib qo'yibdi, murskoy. Namjako. Namjakoyo. Мужской, женский. Unisex. Mana M turibdi, mana ko'rasiz. MK. Siz nima qilasiz? Menga yaxshi. Akanam ham bitta olib kelib ber, Robi. Men sizga mana shunda Ahlol akamga boshqa olib kelib beraman. O, rahmat. Mana qarab, Bu qizil o'zingizga tikib olgan qo'l. bundoqda adashib ketmasin. Qizil ip tikib. Ha, zo'r. Men mana kiygandan keyin men ham kiyib yurdim deb, anaqa men o'zim anaqalarimni kiya olmadim. Men mana kiyib yuraman. Galma-gal kiyamiz bu. Voy. 1차 때 생각보다 많은 분들께서 구매해 주셔서 빠르게 품절되었습니다. 이번 2차 광고에도 라시반에서 통 큰 할인을 제공하는 만큼 한정된 수량으로 준비되었으니 댓글과 더보기란에 링크 확인해 보세요. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshi turibsizmi? Ana da bergan tursigingizni kiyyapsizmi? Yaxshi ekanmi? Zo'r ekanmi? Kiyib yuribsizmi? Yaxshimi? Adinga ovatadi. Hech narsa qilmaydi. Omaga ada Koreyadan keldi. Yaxshatmi? Ha? Yomon yoqadi sizga boradi. Siz mana shunaqa kiyasiz, bilasizmi? Materialini cho'zilmaydigan materiallar. Cho'zilmaydi. Ana maska to'lgan kuningizga olib berdimi? O'shan bilan kiyasiz. Xos kiygan. Zara? Yana. Zo'r ekan. Wow. Ochiring buni. Oching. Yana o'sha tursin. Voy, tursiga qo'yib beraman. Kuyov bola qo'ying. Kuyov bola. Hadi. Hadi onam banniklariga ketmayna. Tursim akadan kiyib olib. Ranglari zo'r ekan. O'z mana kiyib ko'rdingiz-ku, boshqacha ekanmi O'zbekiston tursilarida? Ha? Farqli-a? Hech kim kelmaydi. Hech kim kelmaydi. Kiyib yurgan ekanmiz. Yoqdimi? Zo'r. Qattiq ekan bu. Koreya. Koreyami? Koreyaniki. Gap yo'q.